Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Azonda ish boshlash uchun 5 ta ustun. Ya'ni bu ustunlarni novichok sellerlar uchun ko'rsatib o'tib ketaman, lekin hali Azonga umuman kirmagan, Azon bo'yicha znaniyasi yo'qlar uchun emas. Davayt boshlab o'tib ketamiz. Ya'ni biza ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa Azon uchun bizani ustunlarimiz. Birinchi o'rinda bu yaxshi analiz. Agar biz Azon o'rgangan vaqtimizda, u yerda bizga nima ko'rsatadi? Analiz qilish darslari bo'ladi alohida. Analiz qilish darslarida masalan, siz ko'rasiz, Manipulace, Impstat, yana har xil shunga o'xshagan analitik servislar bor. O'shalar orqali siz analiz, ya'ni Azonda azondata.ru eng zo'ri ko'proq deylik masalan, bizga ishonchli analiz beradigan joy bu. Analizga bu nimalar kiradi? Birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak bo'ladi? Sizda budjetingizni sanab chiqishingiz kerak. Sizda qancha pul bor? Qancha pul bor? Endi masalan siz keyingi bu to'g'ri hisob-kitobga ham o'tib ketadi. Ya'ni siz analiz davomida ham siz masalan tanlab olishingiz kerak. Qaysi budjetda masalan siz qanaqadir telefon kategoriyasiga kirmoqchi bo'lsangiz, chunki sizga kattaroq pul kerak bo'ladi. Masalan siz milch tovar sotmoqchimisiz, demak sizga qanaqadir arzonroq bo'lgan tovarlar ko'rishingiz kerak. Mana shu joyda siz bilishingiz kerak bo'ladi. O'zingizga budjetingizga moslagan kategoriya tanlashni. Kategoriya tanladingiz, undan keyin nima qilishingiz kerak bo'ladi? Yaxshi analiz qilasiz, kategoriya tanladingiz. Undan keyin to'g'ri hisob-kitob. Siz Azon kalkulyatoriga tashlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Unda tashqari unit ekonomika Excel fayllari bor. Yana bir qancha qismlar bo'ladi. Siz o'sha topgan tovaringizni siz keyin analiz qilishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni hisob-kitob. Azon vazirati qancha oladi, logistikaga qancha oladi, komissiya qancha olyapti, nima qilyapti, nima qo'yyapti. Siz hisob-kitob qilishingiz kerak bo'ladi. Shu keyinchalik sizga bu narsa bo'yicha problem bo'lmasin, siz minus ketmasligingiz uchun. Nima uchun bizlar buni masalan bu bizdan shu tochkani krasniy qilib qo'yishimiz ham mumkin. Bu yerda masalan tochka oq turibdi, masalan mana shuni krasniy qilib qo'yishim mumkin. Chunki nimaga? Krasniylarda keyinchalik buni chiroyli qilib bezab qo'yaman. Krasniy bular eng asosiylari. Prям asos. Ya'ni bularda keyinchalik to'g'rilash juda ham qiyin yoki to'g'rilab bo'lmaydigan narsalar. Birinchi siz noto'g'ri analiz qildingiz, bizga bir vaqt shunday bo'lgan, sal noto'g'ri analiz qilganmiz, tovar tiqqanmiz, ko'proq kolичество, tovar ketmay qo'ygan. Keyin biz hisob-kitob to'g'ri qilganmiz, lekin tovar noto'g'ri tanlangan. Endi o'sha vaziyatda nima bo'ladi? Siz hisob-kitob qildingiz, hisob-kitobga mos keldi, lekin nisha topgan tovaringiz, deylik, продажasi yoki kam, monopoliya yoki konkurensiya juda ham katta. Siz o'shalarni hisobga mosdan kirib qo'ygansiz, analiz qilayotgan vaqtda shularga to'g'ri bilmagansiz. Endi mana shu usul ichida mana bu yaxshi analiz sizda bo'lmagani uchun sizda o'sha yoki bankrot bo'lasiz, yoki mos tovarlar sotilmay qoladi, yoki mos просто все Azonda ko'nglingiz qoladi, все Azonda pul ishlab bo'lmas ekan degan fikrda qolib ketasizlar. Endi o'sha uchun birinchi navbatda analiz. Analizsiz nikak. Agar sizda qanday продаж yurmayaptimi, все tovar. Biz shunaqa tovarlar sotamiz hozirgacha ham, ya'ni arzon milch tovarlar, lekin biz даже reklama yo'qmasdan sotsak bo'ladi narsa tovarlarni. Любой случайda bizda hisob-kitobimiz bor. Agar bizga срочный продаж kerakmi, shunday reklama yo'qamiz, tovar uchib ketadi sразу. Shunaqa kategoriyalar bor. Biz masalan bizning xayolimizda chegaralangan o'ylaymiz kategoriya, masalan nima? Одежда, обувь, elektronik, qanaqa elektronikalar bor ekan masalanda. Masalan menda hozir mish turibdi, mana shu mish kategoriyasiga kirganlar ham yo'qda. Masalan bu yerda mishka, primer, analiz qilib ko'ryapsiz. Analiz davomida sizlar nimaga e'tibor berasizlar? Primer masalan men analiz qilayotgan vaqtimda mish bilamizki, hammasi o'sha sichqonchamiz bizani ishlashga e'tibor beriladi. Bu yerda nimaga e'tibor berilgan? Qulaylikka, беспроводный mishka ham bu yerdan zaryad oladi, o'zining stoykasi bor. Qo'ygan joyimda беспроводный zaryadga ham oladi. Endi tushunyapsizmi? Ya'ni buni nimaga ustunligi va men nima uchun buni olishim kerak va bunaqa dizayn uchun. Siz dokazat qilishingiz kerak. Ya'ni siz nima uchun buni olishingiz uchun. Ya'ni bu ham analizga kiradi. Xuddi shunaqa tovarlar bor. Masalan, kimgadir bitta tovar zo'r ketyapti, biz boramiz shu tovarni olishga harakat qilamiz, shu tovarni olamiz, kiramiz, bizda продаж o'xshamaydi. Keyin o'zimizga aytamiz, nimaga men Azonga kirdim? Yoki Azonni man tashlab ketaman. Ya'ni bizda birinchi qadam bu mana shu, ya'ni yangi sellerlarda noto'g'ri analiz tufayli bo'ladi hamma narsa, hamma xatolik. Undan keyin qatorgan analiz tushundik biz nima qilishimiz kerak. Ya'ni Manipulace, azondata.ru yoki Impstat-dan foydalangan holatda bizlar analiz qila olishimiz kerak bo'ladi. Eng zo'ri azondata.ru бесплатный, просто deylik, любой akkaunt bilan kirsalaringiz bo'ladi, kursalaringiz bo'ladi. Yaxshi. Hatto chegaralangan. Lekin masalan, agar sizda более soddaroq kerak bo'layotgan bo'lsa, Manipulace yoki Impstatdan foydalansalaringiz bo'laydi. Xuddi shunaqa sodda qilib chiqqan bo'ladi. Endi ikkinchi katta xato, bu ya'ni birinchi qadamni bossiz, siz endi bilmaysiz. Masalan, siz hali novichoksiz, qanaqa tovar tanladingiz? Siz o'zingizda analiz zo'r chiqyapti. Endi davayt ikkinchi etapga o'tamiz, ya'ni bu to'g'ri hisob-kitob. Juda ham ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi, biz tovar olamiz.
tiqamiz, bizda продаж zo'r ketayotgan bo'ladi. Qayerdandir bitta shunday kiradi, biz sotayotgan tovarni yarim narxida qo'yib qo'yadi. O'sha betdan hisob-kitob to'g'ri qilmagan. Biz uni hisob-kitobini shunchalik hisob-kitob qilamiz, chunki bilamizki biz себестоимость tovar qanchada olayotganimizni. Lekin biz uni hisob-kitob qilamiz, to'xta. Masalan, mana shu tovar biz 100 rubldan oldik, u 200 rubl, 300 rubl qo'yib qo'ygan tovardi. Biz 590 rubl qo'yapmiz bu tovarni. Bizda bundan 100 rubl foyda qilyapti. U endi masalan Ozon skidkalar bilan hisob-kitob qilamiz. Yaxda 300 rubl qo'yayotgan bo'lsa bu tovarni, u qancha foyda qilyapti? 1 rubl emas, может, agar FBS ishlasa o'sha minusda kirib ketyapti. Xuddi shunday holatda to'g'ri hisob-kitob sizda продажа bo'lishi mumkin. Siz qachon konkurentdan arzon tovar sotyapsiz chunki. Lekin sizda foyda qolmasa, nima uchun biz arzonga kiryapmiz? Nima uchun ham etap-etaplarda ketma-ketlikda qilib chiqyapmiz? Bizda foyda qolish uchun. Ya'ni bizani последний dohoddan ko'tarib, ya'ni biza normal azonni plushlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni любой holatda ham azonni birdaniga kirib turib, ertasiga biz millionlab plushlay olmaymiz. Ya'ni kam-kamdan. Masalan, deylik kuniga sizga chista foyda 500 rubldan foyda qilyaptimi? Demak, o'sha siz ko'tarish boshlayapsiz. Masalan, bugun 500 rubl foyda qiladi, ertaga masalan 1000 shunaqa. Agar hisob-kitob noto'g'ri qilsangiz, boshingizda minus bo'ladi. O'sha yerda azondan ko'nglingiz qoladi yoki bo'lmasa pulingizni yo'qotib qo'yasiz yoki bo'lmasa agar menejerlar bo'layotgan bo'lsa, всё, ya'ni kimnidir bankrot qilib qo'yishi mumkin. Hisob-kitob birinchi o'rinda ahamiyat degan narsa. Bularga nima kiradi? Birinchi navbatda tovarni поставщикini, ya'ni просто internetdan ko'rib emas, себестоимость tavara четко topishingiz kerak bo'ladi. Maksimalniy bozorni ko'rib chiqing, shu tovardan yana arzoni bormi, yo'qmi? Agar shu tovardan arzoni bo'lsa, ulardan ko'ring. Agar siz masalan tovar olayotgan bo'lsangiz, gramga e'tibor bering, sifatiga e'tibor bering, masalan, qarang. Chunki bozorda odamlar arzonroq sotish uchun shu darajada masalan bir xil insonlikni unutib qo'yganlar ham bor. Ya'ni u tovarning kачествосini qarang, просто oldingiz ketdi. Ya'ni ular o'ylashadi shunaqa. Bir xillari bor, sal qimmatroq, lekin danishim o'shalar klient uchun ishlayotganlari bo'ladi. Tak, men ming bir uzr so'rayman, bizda problema bo'lib qoldi. Imенно internet masalasida. Ya'ni biz hisob-kitob masalasida to'xtagandek, shunaqa bor. Ya'ni siz nima qilishingiz kerak bo'ladi hisob-kitob to'g'ri bajarish uchun? Birinchi navbatda o'sha tovaringizni bozordan себестоимостьni haqiqiy qismini topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni keyinchalik o'zgarib ketmaydi yoki bo'lmasa, deylik siz ko'rdingiz, shu поставщик ishonch komil, masalan, deylik как ishonch hosil qildi, shu себестоимость tovarni ola olasiz, masalan, shu tovarni 100 rublga ola olasiz o'sha yerdan. Keyin uyga kelasiz, Azon kalkulyator ochasiz, yana shunaqa Excel fayllar bor, masalan, Unit Economica. O'shalarga tashib chiqasiz. Eng zo'ri shu Azon kalkulyator. Azon kalkulyatordan hammasi olishadi. Просто kalkulyator azon.ru kirasiz va tovarni silkasini o'sha konkurent tovarini tashlaysiz, xuddi o'ziga o'xshagan. Bo'ldi. Shunda sizda o'sha deylik analiz qilsangiz bo'ladi o'sha yerdan. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Kimyoda qiziq bo'lsa, deylik maksimal reaksiya qoldiringiz, men shuni ham ketaman ko'rsatib. Azon sekatlariga to'g'ri отгрузка qilish eng prям novichoklarda qilayotgan xatosi nima bu? 100 ta tovar oldi, 100 ta tovarni bitta skladga jo'natib yuboradi. Prям bu жёсткий xato. Nima uchun? Endi qarangizlar, Azonda средний чек доставка degan narsa bor. Bu nima? Masalan, Moskvadan tovaringiz Moskvada turibdi. Tovaringizni Moskvada odam chaqirdi. Tovaringiz siz o'sha yerdan bo'lishi mumkin. Masalan, 28-30 qanchadir soatda tovaringiz yetib kelib punkt vedishiga. Bu sizning tovaringizni konkurentga nisbatan, masalan, Moskvada tovari yo'q, konkurentga nisbatan ancha sizni deylik reklamangizni kamroq rasot qilib, lekin ko'proq zakaz chiqib keladi. Ikkinchidan, masalan, deylik kamida agar siz normal summa bilan kirmoqchi bo'lsangiz yoki Azonni plushlamoqchi bo'lsangiz, kamida 10 ta klasterga o'tkazish qilishingiz kerak. Endi nima kamida 10 ta klaster deb aytyapman? Masalan, bemalol 8 ta 9 ta yoki undan ham kamroq o'tkazish qilsangiz bo'ladi, lekin qanchalik ko'p klaster bu sizga shunchalik ko'p, deylik, masalan, продажа olib keladi. Juda ham ko'p xatosi mana shu. Men o'zimning ham vaqtda xatoyim bo'lgan bu narsa. Masalan, keyinchalik men tushunganimdan keyin bilganmanki, demak, masalan, kimdir Wildberries, kimdir Yandex.Marketda продажа qilishi mumkin. Masalan, Wildberriesga o'zim ham to'g'ri tutaman, Vishnaytda skladda joy yo'q. Lekin Azonda unaqa problema yo'q. Siz bemalol ko'rib chiqib analiz qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nima eng katta xato? Men aytaman sizlarga, ko'ngilga qarab ish qilish kerak emas, bu yerda kompyuter analitika ko'rsatgan ishni qilish kerak. Masalan, bir xil o'tiradi, absolyut qilishadi nima? Masalan, Moskvada bu tovardan zo'r ketadi, u ketadi, bu ketadi. Biz tovar sotganmiz. Moskvada zo'r ketadi, endi Moskva eng katta joy, lekin tovarimiz почти Moskva bir xil Tuminda ketyapti. Agar biz masalan deylik, o'ylab ko'rsak, masalan, bizda Tumin xayolimiz kelamidi? Yo'q, kelmayapti. Moskvada masalan Peterga jo'natib yurardik.
keyin Tuminda jo'natdik, Moskvani 2 skladka har doim, Peterda 2 skladka jo'natamiz. Yana bir qancha deleganlar bor, o'shalarga birma-bir biz jo'natib kelamiz har bittasini. Tak to'g'ri o'tira olamiz. Вот. Ya'ni klasterlarga to'g'ri отгрузка eng kerakli narsa. Ya'ni bu so'z nikak. Tushunayotgan bo'lsak, endi siz nima qildingiz? Yaxshi analiz qildingiz, tovar topdingiz, to'g'ri hisob-kitob qildingiz, azonni skladiga to'g'ri отгрузка qildingiz tovarlaringizni. Endi bizda nima kelyapti? Samovyukup и masalan, ya'ni отзыв. Ya'ni biz o'zimiz tovar sotib olishimiz kerak bo'ladi. Aynan azon unchalik problema emas, отзыв qo'yish, lekin masalan siz har xil botlar orqali qilsangiz bo'ladi yoki kimgadir tovar zakaz qilishingiz mumkin. Bu yerda sizga kamida 10 ta отзыв kerak bo'ladi. Rasm videolar bilan, chunki klient ko'rsin, что именно siz tovaringizni tanlash kerakligini bilsin. Erta siz masalan video qo'yishingiz mumkin, примерно, chiroyli video qo'ydingiz. O'sha videoda tushuntirib, chotki ko'rsatib beryapti. Uni siz bera olishingiz mumkin, Xitoydan olishingiz mumkin. Masalan, yoki konkurentlarda videolarni qo'ysangiz ham bo'ladi. Faqat masalan, siz Ozonga tiqyapsizmi, Wildberriesdan konkurent oling. Yandex.Market o'sha otda turadi-yu, masalan, videolar rasmda turadi. O'sha yerdan sizlaringiz bo'ladi bemalol. O'zingizniki qo'ying, agar rast topolmasangiz demoqchiman, chotki masalan, отзывlarni. Siz nima qildingiz? Отзыв qo'ydingiz, chotki bo'ldi. Endi nima bu? Endi infografika va Ozon aksiyalariga joylashtirish. Bu endi bizning eng oxirgi qadamlarimizdan bittasi. Bu nima? Infografika. Siz masalan tovaringizni bemalol rasmini Xitoydan topa olasiz. Ko'p bir juda ham ko'p, прям именно одежда, обувь bilmadim-u, только обувь ko'p, a tak именно elektronika juda ham ko'p Xitoyda rasmi bor. Olishingiz mumkin. Yaxshi bitta o'zga infograf topishingiz kerak bo'ladi. Ishlashingiz uchun real, chunki men o'zimdan kelib chiqayapman. Menda vaqtda juda ham kerakli bo'lgan vaqtda 2 ta yoki 3 ta infograf meni ishimni qiladi. Qolganlari o'sha masalan vaqtim yo'q, to'da hisobda o'zini olib qo'yishadi. Endi mana shu uchun infograf topib qo'yishingiz kerak. Shu o'sha bilan dogovor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Qolganlarga ham maslahat bering o'sha infografni sizning nomingizdan chiqsin. Shu keyinchalik arzonroq bo'lishi uchun. Infograf topasiz, unga texnik zadaniya olishingiz kerak bo'ladi. Texnik zadaniya ham xuddi mana shunaqa men ko'rsatyapman-ku 5 ta ustun deb. Sizlar xuddi shunaqa ko'rsatishlaringiz kerak bo'ladi. Bu yerda nima birinchi slayd, nimadan iborat bo'lsin, ikkinchi slayd nimadan iborat bo'lsin. Yoki infografga qanchadir o'zidan pul berasiz, o'zi deylik tizga yozib beradi. Ya'ni texnik zadaniya o'zi ham yozib beradi infografda. Infografika taqildiz, rasm videolar chotki qo'ydingiz. Endi Ozon aksiyalariga tiqishingiz kerak bo'ladi tovaringizni. Ozon aksiyalariga tiqib, yana hisob-kitobga yana qaytamiz. Hisob-kitobda qaysi tovarni deylik biz narxni ko'rgan bo'lsak, masalan 100 rubl sotgan tovarimizni primer 500 rubl qo'yishga kelishdik. Ya'ni normal ekan, bizga yaxshi foyda qilyapti. Endi xuddi shunday Ozon aksiyalariga tiqib tovarni 500 rublga chiroyli olib kelib olamiz. Yoki mas 510 rublga olib kelib turib, har kuni masalan 1 rubldan tushib borsa ham bo'ladi. Bu ham qanaqadir strategiya. Endi biz shunday qilganimizdan keyin bizga nima bo'lyapti? Keyingi qadam bizda agar biz shu ko'rsatilgan amallarni bajarganimizdan so'ng birinchi qadamni tashlaymiz. Biz birinchi qadam tashladik продажа uchun. Endi ikkinchi qadam. Davayt keyin ikkinchi qadam bo'yicha gaplashamiz. Ikkinchi qadamlardan bu nima? Reklama. Prям undan keyingi kerak bo'ladigan narsa bu reklama. Agar mana bu yerdagi ishlarni qilmagan holatda bittasi ham taq bo'lmasa, mana shu ishlarni reklama yoqqanida befoyda, продажа bo'lmaydi. Men buni uverim ayta olaman. Reklamalar, bular nima? Vovot top. Davayt keling shuna qilamiz. Kimga qiziq, agar cho'tka reaksiya qoldirsangiz, men har bitta reklamani tushuntirib beraman. Chunki har bitta reklama bittadan olam. Vovot top, ya'ni tovarimizni mistasini ko'taradi. Vovot top, ya'ni reytingini, как masalan tovar 10.000 o'rinda tursa, Vovot top bilan chiqarib olsangiz bo'ladi tepaga. Endi Vovot top masalan u ham zo'r instrument, lekin menga eng yoqayotgan bu Trafaret. Trafaret masalan, siz tushuntiraman, Trafaret qanaqa ishlaydi? Trafaret sizni ключевикlardan foydalangan holatda, masalan, deylik, siz primer fen deb qidirib chiqib ketdingiz Ozondan. Agar siz Trafaret yaxshi o'qilgan bo'lsa, keyingi savol kirganingizda Ozon predlagat qiladi. Ya'ni pastga chiqib turadi. Ikkinchisi, siz fen deb konkurent ustiga bosib kirdingiz, pastga tushayotgan vaqt o'rtada bitta ko'rsatib ketadi-yu, masalan, tovarlarni o'sha yerda sizga chiqarishi mumkin Trafaretda. Ya'ni Trafaret shunaqa, ya'ni imенно o'sha kategoriyaga qiziqqan odamlarga deylik ключевигizdan foydalangan holatda chiqarib beradi sizga. Оплата за заказ bu yaqinda bo'ldi. Oldin продвижение в поиске edi. Endi bu qanaqa bo'ladi? Оплата за заказ. Masalan, agar siz bu o'zgarishni men просто aytib ketaman. Tizim agar siz Trafaret yoki Vovot top yoqqan bo'lsangiz, sizda 9% oladi, всё. Atak masalan ishlash tizimi kattalik o'zgarish yo'q. Shunaqa. Keyin oldin masalan shunaqa edi.
14 kun ichida tovar 2 marta sotilgan bo'lsa, siz deylik оплата за заказ hozir oldin продвижение поиски, ya'ni PVP yo'qsangiz bo'ladi. Hozir bitta zakaz bo'lmasa ham просто trafaret yoqdingiz, keyin buni olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Undan keyin men bir informatsiya ko'rganman, medийная reklama bu nima? Agar siz assortiment kerak bo'ladi, masalan, deylik siz qanaqadir bitta assortiment sotyapsiz. Masalan, primer mishni misol qilaman. Mish sotyapsiz. Buni masalan oqi bor, qorasi bor, deylik qorasi bor, har xili bor. Masalan, provodnoy, беспроводной. Siz как bitta magazin, shunaqa magazin bo'lsa, siz bularga bir chiroyli banner qildirasiz. Banner qilganingizdan keyin magazinni reklama qilsa bo'ladi. Endi medийная reklama bilan deylik sizda medийная reklama agar kimda assortiment bo'lsa ishlatib ko'rishda 100% maslahat bera olaman. Chunki men bu qator keltirganim uchunman. Endi mana bu yerda agar biz keyingi deylik masalan videomizda masalan Webtopda yana ikkita deylik bo'lim chiqadi. Trafaretda ikkita оплата за заказ и medийная reklama uchun. Endi tushunishlaringiz uchun bu mavzu shu bilan tugamaydi. Bu bizani boshlagan sellerlarimiz boshlanayotgan vaqtdagi qiladigan ishlari bu. Ya'ni bizani birinchi qilayotgan ishlarimiz bizada mana 5 ta ustunni qilishimiz kerak bo'ladi. Siz Ozonda ish boshlashingiz uchun. Agar shulardan aytganimdek, yana bittasi ham qilinmagan bo'lsa, o'zingiz tushunishingiz mumkin. Sizda продажа bo'lmaydi. Katta ehtimol bilan aytaman. Bularda eng asosiylari ana shu ikkalasini juda ham deylik e'tibor bilan qilishimiz kerak. Chunki agar bularda xato qilsak, o'sha xatoni yaxshiligini qilgan bo'lamiz. Imminni analiz tovar hisob-kitobda tashmasligimiz kerak. Masalan, hisob-kitobni keyinchalik ham masalan ko'rdingiz bozorda, yana hisob-kitob nima uchun imminni yomon saytishingiz mumkin-ku, keyinchalik narxni ko'tarib bunaqa to'g'rilawsakchi deb. Agar siz bozorda bir juda qimmat tovar olib qo'ydingiz, keyinchalik yoki siz hisob-kitob noto'g'ri qilib qo'ydingiz, tovarni siz qimmatroq hisob-kitob qo'ydingiz yoki arzonroq hisob-kitob qo'ydingiz, o'sha yerda problema bo'lishi mumkin. Chunki konkurentlar sizdan arzon qo'yib qo'ysa, o'sha eng katta problema mana shu joyda boshlanadi sizga. Mana 5 ta ustunlarimiz bo'ldi. Hammaga omad tilayman, savdolaringiz rivoj bersin.